Bu galgi videomizda Word Office dasturida kurs ishi, mustaqil ish, diplom ishi va shu kabi hujjatlarning ustki qismini tayyorlashni o'rganamiz, ya'ni kolon titulni o'rganamiz. Buning uchun birinchi o'rinda Word dasturini ochib olamiz. Word dasturiga kiramiz va bu yerdan bo'sh hujjatni tanlaymiz, ya'ni pustoy dokument. Mana Wordni ochib oldik. Endi birinchi qiladigan ishimiz biz tekstlarni yozib olishimiz kerak. Eng tepada bizda universitetimizni yoki institutimizni nomi bo'lishi mumkin. Misol uchun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Universitet nomini yozib oldik. Endi buni pastki qismidan qaysi fandan yozayotganimizni yozamiz. Misol uchun kiber xavfsizlik fani yozib oldik. Endi pastdan bu qanaqa ish? Referatmi, mustaqil ishmi, kurs ishimi? Shuni yozamiz. Misol uchun men mustaqil ish deb yozaman. Caps lockni bosamiz, ya'ni katta harflar bilan yozamiz. Mustaqil ish yozib oldik. Endi buni pastidan mustaqil ishimizning mavzusini yozamiz. Caps lockni o'chirdik. Endi mavzuni yozamiz. Mavzu 2 nuqta. Ijtimoiy hayotda misol uchun mavzuni yozdik. Endi pastdan men talabani yozamiz. Talaba Asilbek Normuminov. Ism familiyani oldidan guruhimizni yozishimiz ham kerak bo'ladi. Misol uchun 317-guruh talabasi Asilbek Normuminov. Endi buni tagidan tekshiruvchi, ya'ni o'qituvchini yozamiz. O'qituvchi yoki tekshiruvchi. O'qituvchi deb yozamiz. Misol uchun istalgan nom yozamiz hozircha. Ahror Davronov yozdik. Endi pastdan bu mustaqil ish qayerda yozilyapti? Misol uchun Toshkentda va 2025-yil. Mana hujjatimizni, ya'ni ustki qismini eng boshidagi tekstlarni yozib oldik. Asosiy qismi mana shu. Hamma narsa tekstlarimiz tayyor. Endi buni biz format qilamiz tekstlarni. Birinchi o'rinda Ctrl+A ni birga bosamiz va bu shriftlarni bitta Times New Roman degan shriftga o'zgartiramiz. Mana bu yerda tepada o'tsak home bo'limida tekst bor, mana kalibriga turibdi avtomatik. Hozir biz buni Times New Roman tanlaymiz. Agar sizda chiqmayotgan bo'lsa, pastdan qidirsangiz bo'ladi. Times New Roman alifbo tartibi bo'yicha. Bu yerdan Times New Roman tanlayman. Mana tekstimiz shrift fonti o'zgardi. Endi bularni tekstlarni hajmini va joylashuvlarini o'zgartirib chiqamiz. Birinchi o'rinda universitet nomini tanlaymiz va buni 14 qilamiz. Normallashdi endi. Endi bu tekstni o'rtaga olamiz. O'rtaga olish uchun tepada mana bu tekstlarni joylashtirish bo'limi bor. Mana bizga mana bu center kerak, ya'ni o'rtaga. Buni qisqa klaviatura kombinatsiyalari bilan ham qilsak bo'ladi. Misol uchun Ctrl+E deyapti bu. Bosib ko'ramiz Ctrl+E ni birga. Mana markazlashtiryapti. Mana bu yerda knopkani bosishimiz shart emas. Prosta klaviaturadan Ctrl+E ni bosamiz va o'rtaga oladi. Endi bu yerdan kiber xavfsizlik fani degan yozuv bor. Buni o'ng tarafga taqaymiz. Mana bu yerda o'ng burchakka tekstlash buyrug'i bor. Bu yerda bizda Ctrl+R harflarini bosamiz. Ctrl va R. Mana ko'rib turibsiz, o'ngga tekstlandi. Endi buni tekstini ham kattalashtiramiz. 14 qilamiz. Yaxshiroq ko'rinadi. Endi mustaqil ish tekstini montaj qilamiz, ya'ni formatlaymiz.
Buni tekstini kattaroq qilishimiz kerak. Mustaqillik, referat degan tekstlarni katta qilamiz. Xo'p. Buni razmerini misol uchun 48 qilib ko'ramiz. Mana 48 normalniy. Endi buni yana tekstlaymiz. Bu tekstlaydigan klaviaturamiz kombinatsiyalari bor edi. Bu Ctrl E o'rtaga tushdi. Endi buni mustaqillik yozuvini pastroqqa tushiramiz, o'rtaroqqa. Listning o'rtarog'iga tushirishimiz kerak. Shunda chiroyli ko'rinadi. Hozircha shunaqa tursin. Keyin yana oxirida tekstlaymiz. Endi bizda mavzu tekstlari bor, formatlanmagan. Endi buni yana 14 shriftga o'zgartiramiz mana bu yerdan. Razmerini 14 ga o'zgartirdik. Mana endi chiroyli ko'rindi. Buni ham o'rtaga tekstlaymiz. Mana bu yerdan o'rtaga tekstlaymiz. Xo'p, endi buni bizda pastdagilar ham bor. Bularni ham tekstlarini 14 qilamiz. 11 turibdi. 14 qilamiz. Mana qildik. Endi odatda mana bu talaba va o'qituvchi tekstlari listning o'ng tarafiga tekstlanadi. Mana bu buyruqni tanlaymiz, ya'ni o'ngga tekstlash. O'ngga tekstladik. Mana bu tashkil esa o'rtaga turadi. Ctrl E ni bosamiz. O'rtaga tekstlandi. Endi bularni joylashuvini o'zgartirib chiqamiz. Kursorni mana mavzuni oxiriga olib boramiz va Enter tugmasini bosamiz. Va tekstlarni pastroqqa tushiramiz. Endi Davronov, ya'ni o'qituvchining ism familiyasini oxiriga kursorni olib boramiz va yana Enterni bosamiz. Chunki tekstlashimiz kerak. List bo'yicha mana listning oxiriga yetib keldi Toshkent 2025 yozuvi. Odatda shunaqa bo'ladi. Mana bu yerda talaba yozuvini tayyorladi degan o'zgartirsak yana ham chiroyli chiqadi. Tayyorladi. Shu guruh talabasi. Xo'p, hammasini yozib oldik. Mana bu yerdan universitetdan ham enter tashlaymiz. Chiroyliroq chiqadi. Mana Toshkent yozuvi pastga tushib ketdi. Misol uchun biron joydan enterni olib tashlaymiz. Misol uchun mana bu yerdan va space bosamiz orqaga qarab o'chiradiganni. Mana o'chib ketdi, endi tekstlandi. Mana bu yerdan zoomni kamaytirib, umumiy ko'rinishni ko'ramiz. Qanaqa joylashyapti tekstlar. Xo'p, ko'rib turibmiz, mustaqillik yozuvi tepaga qarab chiqib ketgan. Buni sal o'rtaroqqa tushiramiz. Enterni bosib, bu yerdan kursorga olib borib o'chiramiz qatorni. Bitta list bo'lishi kerak. Birinchi betimiz shunaqa bo'ladi. Endi buni ko'rib turibsiz, chetdagi hoshiyalari juda ham katta bo'lib ketgan. Buni sal qisqartiramiz. Qisqartirsak ham bo'ladi. Buning uchun kursorni biron joyga olib boramiz va Ctrl A ni bosamiz. Hammasi tanlandi. Mana bu yerdan lineyka bor. Lineyka bo'yicha sursak bo'ladi tekstlarni. Ya'ni kengroq diapazonda joylashadi. Keng bo'lib joylashadi. Chiroyliroq ko'rinadi. Misol uchun shunaqa. Ko'rinishiga qarab tekstlab chiqamiz. Xo'p, endi biz misol uchun ramka qo'shmoqchimiz. Ramka qo'shsak yana ham chiroyli bo'ladi. Ramka qo'shish uchun mana shu betga, sahifaga buning uchun tepaga qarasak, mana Home, glavning yonida Insert emas, Design bo'limiga o'tamiz. Dizaynga o'tdik, mana oxiriga qarasak, mana bu yerda Page Borders bor, ya'ni bu hoshiya, chegara qo'yadi sahifaga. Shuni bosamiz. Endi bu yerdan chegarani, ya'ni ramkani, stilini tanlasak bo'ladi. Misol uchun mana bu avtomatik turibdi, bu chiziq. Bular uzuq chiziq va bizga referat uchun mos bo'lgan hoshiya, ya'ni chegara bor. Mana buni tanlaymiz. Misol uchun mana buni. Siz boshqalarni ham tanlasangiz bo'ladi, o'zingizga moslab, qaysi chiroyliroq ko'rinsa. Misol uchun men mana shuni tanlayman. Tanladim. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Dokumentning qancha qismiga buni tatbiq etaylik deyapti. Faqat mana shu sahifaga deyman, ya'ni aynan birinchi sahifaga kerak ramka. Okeyni bosaman. Va mana ramka qo'yildi. Endi mustaqil ishimizning usti yana ham chiroyli ko'rinishga keldi.
Mana yaqinlashtirib ko'rsak ham bo'ladi. Endi chiroyli ko'rinishga o'tdi. Xo'p, mana bu yerda tekstlar taqalib qolyapti, ya'ni oxiriga, ya'ni o'ng tarafga. Buni sal kengaytiramiz, chiroyliroq ko'rinadi. Lineykor orqali. Salgina uzoqlashtirdik o'ng tarafdan. Endi yana ham chiroyli ko'rindi. Endi tepa pastga ham sal chegaralarni qisqartirsak bo'ladi, ya'ni border bilan oradagi masofani. Men o'zimizga qarab, qaysi chiroyliroq ko'rinsa. Shunaqa yoziladi. Misol uchun mustaqil ishni qalin shriftda yozsak ham bo'ladi. Buning uchun mana tanladik. Tanlaganimizdan keyin yana home'ga o'tamiz, ya'ni glavniy bo'limiga o'tamiz va bu yerdan B ni bosamiz. Yoki Ctrl-Z ni bosib ortga qaytsak, yoki Ctrl-B ni bossak ham avtomatik tarzda yozuv qalinlashadi. Misol uchun mana shunaqa. Endi zoomni kamaytiramiz. Masshtabni mana shunaqa ko'rinyapti bizning mustaqil ish kolon titulimiz, ya'ni mustaqil ishning usti. Do'stlar, siz ham shunaqa qilib yasab ko'rishingiz mumkin. Kurs ishi, mustaqil ish, referatlarni, ustilarini hammasi birdek ketaveradi, farqi yo'q uni. Faqat tekstlarni o'zingiz qarab chiqishingiz kerak, to'g'riligiga va imlo qoidalariga amal qilishingiz kerak. Shunaqa qilib akkuratni yasasangiz, referatingiz chiroyli ko'rinadi. Siz ham sinab ko'ring, Word dasturini ochib, o'zingiz yasab ko'ring va izohlarda kommentlaringizni yozib qoldiring. Albatta hammasini o'qib chiqishga harakat qilaman. Savollaringiz bo'lsa ham yozib qoldiring. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga yangi videolarni chiqarishimizda katta motivatsiya beradi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha